Aslida har bir yurtdoshimiz ana shu tarzda jo'mrakdan to'g'ri suv olib itishlari uchun o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati, poytaxt uchun esa Toshkent shahar suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati kecha-yu kunduz xizmat qilyapti. Buning uchun 24 mingdan ortiq respublika bo'yicha ish xizmatchilar bor. Toshkent shahrida esa bu ko'rsatkich 4,5 mingta. Albatta shuncha odamning mehnati bejiz emas. Biroq so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda suv filtrlarini reklama qilayotgan ayrim Qo'shtirnoq ichidagi uddaburon tadbirkorlar esa bu sa'y-harakatlarni chippakka chiqarish harakatida. Ya'ni o'z mahsulotlarini aholiga sotish uchun, ayniqsa qimmat sotish uchun jo'mrakdan kelayotgan suvni turli na'malar bilan yaroqsizga chiqarish holatlari juda ko'p uchramoqda. Bugungi lavhamizda aslida o'zi jo'mrakdan kelayotgan suvga filtr shartmi, shart emasmi? Bizning lavhamizdan so'ng siz ham filtr qo'ydirish fikridan qaytasizmi, yo'qmi? Buni lavha so'ngida ko'ramiz. Marhamat. Filtrlar zo'rligini bilaman. Suv tekshirishingiz shart emas. Qo'y onam bu tekshirtirib olaylik dedilar. Uydagilarga ko'rsatdim. Ko'rdinglarmi qanaqa dahshat balchiq suv ichyapti. Bitta biz emas, butun xalq shu suvdan ichyapti. Mana opa rezultat dedim. Men shokdaman qizlar. Bittasi filtr bo'lgan suv, mana men bu befiltr bo'lmagan, bunisi esa filtr bo'lgan suv. Men prosta shokdaman qizlar. Filtr bo'lmagan suv ichish shuncha xlor bo'larkan. Xlorlangan vodoprovod suvni kamroq iste'mol qilish yoki qo'shimcha tozalashni tavsiya qiladi. Shunday ekan, vodoprovoddan suv ichmang. Bugungi kunda ayrim tadbirkorlar o'zlari sotuvga chiqarayotgan turli xil filtr mahsulotlari iste'molchilar orasida faol targ'ib qilib kelinyapti. Biroq ichimlik suvi uchun mo'ljallangan filtrlarni o'rnatish tartibi hamda ularni qanday suvga o'rnatilinishi kerakligi qator belgilangan hujjatlarda aniq qilib belgilab o'tilgan. Aslida inson organizmiga zarur bo'lgan kunlik mineral moddalarning bir qismi aynan ichimlik suv orqali qabul qilinadi. Shu bois suvni mazkur mineral tarkibini asrab qolish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ayrim tadbirkorlar filtr mahsulotlari sotuvini oshirish maqsadida elektroliz usuli orqali iste'molchilarni chalg'ituvchi holatlar o'tkazib kelyapti. Xususan, suvga elektr toki berilib, fizik ta'sir ko'rsatilishi natijasida suv tarkibidagi har xil mineral moddalar elektrolit ta'sirida cho'kib, suv rangi o'zgaradi va tiniqlik xususiyatini yo'qotadi. Natijada iste'molchilarga xira, zangsimon rangdagi ajralmalar namoyish etiladi. Ular orasida shu yo'l bilan noto'g'ri, shubhali ma'lumotlar tarqatilmoqda. Bizning jamiyatimiz tomonidan aholiga yetkazib berilayotgan ichimlik suv sifati O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qabul qilingan 133-sonli milliy standart talablariga to'liq javob beradi. Bu esa Toshkent shahridagi har bir iste'molchi xonadonida oqib kelayotgan ichimlik suvining belgilangan sanitariya, gigiyena va xavfsizlik me'yorlariga muvofiq ekanligini anglatadi. Shu bilan birga ayrim tadbirkorlar filtr mahsulotlarini sotuvini oshirish maqsadida jamiyatimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan ichimlik suv sifatiga nisbatan har xil asossiz bo'lgan noto'g'ri ma'lumotlarni iste'molchilar orasida targ'ib qilib kelishyapti. Bu esa iste'molchilar orasida tushunmovchiliklar va ortiqcha shubha uyg'otib, salbiy bahs-munozaralarni keltirib chiqaryapti. Aslida esa me'yoriy hujjat talablariga to'liq javob beradigan ichimlik suviga filtr o'rnatish zarur emas. Filtr faqatgina suvni qattiqligi, kirlanish darajasi yoki mineral tarkibini belgilangan me'yorlar oshib ketgan holdagina, ya'ni haqiqiy texnik zarurat bo'lgan holatlarda o'rnatiladi. Shuni ta'kidlab o'tmoqchi edim. Sifat me'yorlari javob beradigan ichimlik suviga filtrlash inson salomatligiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Chunki bunday filtrlar suv tarkibida muhim mineral moddalarni ham yo'qotadi. Iste'molchi doimiy ravishda bunaqa suvni iste'mol qilgan mahalida inson organizmida mineral tanqisligi, mikroelementlarning tanqisligi vujudga keladi. Buni oqibati salbiy holatlarga olib kelishi mumkin. Hurmatli iste'molchilar, jamiyatimiz tomonidan yetkazib berilayotgan ichimlik suvi epidemiologik jihatdan xavfsiz, kimyoviy tarkibi bo'yicha bezarar, yaxshi organoleptik xususiyatiga ega hamda radiatsion jihatdan xavfsiz va barcha me'yoriy hujjat talablariga to'liq javob beradi. Biz bu lavha bilan tadbirkorlarni filtr olib kelishdan yoki bo'lmasa iste'molchilarni filtr qo'ydirish fikridan qaytarmoqchi emasmiz. Faqatgina bugun jo'mraklardan kelayotgan suv hech qanday filtrga ehtiyoji yo'qligini uqtirmoqchimiz xolos. Har qanday reklamaga ishonmang.